ko'pchilik uyini fundamenti baland bo'ladi, zinalari sokinni pasaytirmoqchi bo'lsak, qanaqa bo'ladi deb bosh qotadi. Mana shunaqa bosh qotadigan akalarimiz uchun obrazsiya ko'rsatib berganmiz. Sokinlarimizni balandligi 60 qildik, lekin zinalarimizni balandligi 1 metr. Zinani yonini dizayn boshqacharoq qildikda, sokinlarni sal pasaytirib oldik. Bu yerda eng qiziq narsa, ko'pchilik mana bu joyga eshik qo'yadi, akfadan qo'yadi. Biz esa bu obyektimizga toshdan. Qanaqa ko'rinish beradi? Toshini yopib qo'yaverasiz, hech narsa yo'qdek bo'lib turaveradi. Bu eshik ideyasi uy egalarining ideyasi. Uy egalarining o'zidan hozir so'rab ko'ramiz. Bunaqa ideya qayerdan kelgan? Eshikning ideyasi sizga qayerdan kelib qoldi? Ko'pchilik mijozlarimizga qiziq bo'ldi. Bu eshigingizni istoriyaga qo'ydim 3-4 kun oldin. Biz sohamizda eshik sohasi bo'lgani uchun shu 26 yildan beri shu eshik sohasidamiz. Shu ideya kelib qoldi, shu sizlarning bolalar bilan shu ideyani qildi, chiroyli chiqdi. Zo'r. Gapi hammaga yoqdi. Juda ham ko'p odam qiziqdi. Bizlarni jamoamiz haqida bizlarning mijozlarning ozroq o'zingiz fikringizni aytib o'ta olasizmi? Sizlar jamoani men bir obyektda birga ishlab qolgan edi. Biz ham eshik qilganda sizlar shu so'zlarni qilganda o'shanda yoqib qolgan. Sizlarga qildiraman niyat qildim. Mana xudo xolisa hammasi chiroyli bo'ldi, ko'ngilli bo'lib. Rahmat. Sizlarga rahmat. Sog' bo'ling. Aziz obunachilar, bizlarning Qudrat akamning o'zlarining fikrlarini eshitib o'tdik. Shunaqa sifatli ustalar tomonidan yaxshi xizmatlar kerak bo'lsa, nomerlarimizni qoldiramiz. Sog' bo'ling.